So'zlagan darslaridan ko'rilish qildiki, bir tor bekat loyihalash uchun bir qancha xil programma tilini ishlatdik hozir. HTML ishlatdik, ASP ishlatdik. Hamda uningdan boshqa biz harakatchi holatdagi programma tili yozaman deyotganmiz, ya'ni sonliq ma'lumot ombir deydigan bir hukm bor. Bir narsani ombarga solib qo'yamiz, ombardikini ASP orqali tortib, mulozim tilda ijro qilib, uni abonent uchiga HTML qilib yo'llab beramiz. Shunday bir masala keldi. Ham buning sandanni, men aviatini nima dedim? Sandanni ma'lum bir yumshoq detalda quramiz dedik-ku. Sandanni ishlatadigan sandallarimiz nihoyat jiq. Hozir biz Access'ni ishlatmoqchi. Access'dan boshqa MySQL'ni, SQL'ni yoki Oracle deydigan birisi bor, uni ishlasak bo'laverdi. Qaysi xil sandanni ishlatishimizdan qat'iy nazar, cho'qil sandanni avval quramiz. Masalan, Access'ninki 2003 da qurib berayman, oddiyroq. Sandandan birini qurdim. Yangidan qur deganman-ku. Sonliq ma'lumot ombir qurdim. Buni cho'qim mushu mulozim tilning ichidagi ma'lum o'ringa qurma. Sandangimi ayrim bir hujjat qisqa chiqib qo'yaylik. Masalan, data. Mushuning ichidagi bir sandan bo'lsin. Shay qurib qo'ydim. Ichi qop-quruq bir sandan qurildi hozir. Ya'ni so'dning ichiga kirib, maya kirsam, turamdi. Narsalarni qurib buni ichiga to'ldirsizlar. Men mushunga bir sandan qurib beray. Birinchi ulab sandanninki tartibini belgilaymiz. ID'si. Birinchi qitim qo'shildi, ikkinchi qitim qo'shildi degan. Ikkinchi ulab sizlar tor bekatning ismi deyli, name. Tor bekatning ismi bo'ldi. Uchinchi ulab tor bekatning telefon nomeri. Shundaqmi? Tor bekat qurg'uchining telefon. To'rtinchisi Keko. Beshinchisi email. Altıncısı yanfon. Yettincisi adresi olsun. Hem de özümüz kurgan tor bekatdan birden iç bakayla. Muşu türlünün ismini hazır belgilep oldu mu emmisini? Veya da tipe dep durdu. VB'da DMIS integer single deb ayırıp alatdık-ku. Maşadımı muş her bir sonliq ma'lumot ombirdagi stonninki tipini belgilab beramiz. Nima oladig'ini. Mana kirsam mush narsalarni quryapman hozir. Tor bekatning ismi Muxtar Roz tor ekan. Bu nima oladi ekan? Xarakter olamdi ekan. Xarakter oladi ekan. Birinchisi ID, ya'ni tartib nomeri olg'achqa bu avtomatik oldiki tartib oladi. Mana tartib. İkincisi tor bekatning ismi bo'lganligi uchun ma'nosi. Telefon nomeriga qalayimqan narsa kirgizamdik. Masalan 0991 degandek telefon nomerini kirgizmoqchi bo'lgan bo'lsak, bu faqat songu. Sonni kirgizamiz. QQ'mi songu? QQ nomeri son emasmi ya? Son olamiz. Email, ham buningda siziq va harf bor. Shunga bu ma'nosi. Yanfon nomerimi o'xshash son olsin. Adresda sonmi bo'ladi, harfmi bo'ladi-ku? Shunga bu o'xshashlar ma'no olsin. Ma'vo demakchi, shu xarakter belgisini olaman demakchi. Qanchalik xarakter belgisi bo'lsa oladi. Nashr nomeri 1.0, 1.2 degandeklar bu ma'vo olsin. Ismi hamda loyihachining ismi bo'lganligi uchun bu xalqancha asl, xarakter asl bo'ladi Win6da. ICP deganimiz nomer. ICP'si. Shuza. Son asl. Ag'ani ya qarsak belgilanib bo'ldimi? Hammasining tipi belgilanib bo'ldi. Mana jazmlashtirib saqlaymiz. Saqlagan vaqtimda men abiyatin faqat sonliq ma'lumot ombirini qurdim. Ya'ni bir cho'ng ombadan birini yasadim. Biroq bu ombaning ichidagi bir narsani qo'ydigan yerlar ayrim-ayrim o'y bo'lish kerak. Yo'g'on bir ombaning ichida masalan kitob qo'ydigan bir yer, kompyuter qo'ydigan bir yer, masalan xamashya qo'ydigan bir yer bo'lish kerak-ku. Ma'o dal tor bekatninki tigirki narsasini qo'ydigan bo'lganligi uchun web site deb yozib qo'yay inglizcha. Bo'lmasa tor bekat deb yozsanglar bo'ldi. Bekat deb yozsang jazmlashtirdim. Maya deydi, men sen mashini saqlading, endi men avtomatik qo'ydigan narsa qilamiz birinchisiga deydi. Biz buni belgilab bo'ldik-ku. Yo'q desakmi bo'ldi. Ha desak, men tekshirib bo'lganligi uchun ikkini qo'yib o'tmay, birini kuchga yig'ilayverdi.
Xohlagandan bilsanglar. Endi kirsanglar bir sonliq ma'lumotdan bir qurilibdimi?